16 nafar bola dahshatli uydan qutqarilgandan keyin ham voqealar tugamadi. Kattalar to'g'risidagi eng so'nggi yangiliklarni bundan oldingi Reelsda aytib o'tdim. Endi esa ko'pchilikni qiziqtirgan savol bu bolalarning qanday sharoitda yashagani va hozirdagi ahvoli. Ularning bir nechtasiga shoshilinch tibbiy yordami kerak bo'lgan, hozirda ba'zilari davolanish va ta'lim, ba'zilari esa psixologik yordam olayotgani aytilmoqda. Ularning shaxsi va qayerda saqlanayotgani xavfsizlik sababli sir tutilmoqda. O'sha hudud okrug sherifi shunday degan: "Bizning chorva hayvonlarimiz bu bolalardan ham yaxshiroq sharoitda saqlangan." Tergovchilarning aytishicha, yoshi taxminan 1,5 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 16 nafar bola ko'p vaqtini 3,7 ga 3,7 metrlik bitta xonada o'tkazgan. Uy ichida inson najasi, ya'ni chiqindiqlar va chidab bo'lmas hid bo'lgan. Ogaya bosh prokurori uyga kirganidan deyarli 1 kun o'tib ham o'sha hidni unuta olmaganini aytgan. U bolalarning holatini ko'rib, ular deyarli yovvoyilashib qolgan hayvonlarga o'xshardi, bu dahshatli edi deb aytgan. Albatta, bu so'z bolalarni haqorat qilish uchun emas, ularning uzoq vaqt davomida jamiyatdan, ta'limdan va oddiy insoniy muloqotdan ajratilgan holatini tasvirlash uchun aytilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning ayrimlari gapira olmagan, hech bir maktabga qatnamagan, ayrimlari juda ozg'in va to'yib ovqatlanmagan holatda bo'lgan. Eng kattasi rivojlanishda muammosi bor 18 yoshli qiz hatto o'z ismini yoza olmagan. 7 nafar bola shifoxonaga olib ketilgan, 2 nafari vertolyot bilan travma markaziga yetkazilgan. Kamida bir bola dastlab og'ir ahvolda bo'lib, sun'iy nafas oldirish uskunasi ulangan. Rasmiylar bolalar taxminan 4 yil davomida shu kichik xonada saqlangan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Chunki oldin aytib o'tganimdek, ular doim u yerdan bu yerga tez-tez ko'chib yurishgan. Birinchi yordam xodimlaridan biri esa u yerda ko'rganlarini uzoq vaqt unutolmaganini bildirgan. Shunga qaramay, bu ish hali sudda yakunlanmagan. Ota-onasi va buvisi va bobosi ayblarini rad etgan va hozircha ularning hech biri sud tomonidan aybdor deb topilgani yo'q. Voqea yangiliklari uchun sirli arxivni kuzatib boring.